Telegramda noumid qilamiz. Запись yoqildi. Да, что нормально o'tkazamiz. Так, lekin ko'rinmayapti degan yozuvlar kelib turibdi. Biz videoni o'chirib o'tgan safardek qilib ko'raylikchi, videomizni o'chiraylikchi, balkim hozir slayd ko'rinar. Slayd ko'rsalaringiz, iltimos yozinglar, slayd хотя бы ko'rinayotganini. Chunki bizga hozir faqat hech narsa ko'rinmayapti degan yozuvlar kelib turibdi. Komment bu yoqda kim kommentlar lider gruppamizda. Bu yoqda hali asosiy o'zimizni mana shu hozir efir bo'layotgan chat qoldirsalaringiz sразу bilamiz bir nechta insondan fikrlarni. Tak, Shahnoz opam yozdilar, yo'q umuman deb turibdilar. Ovozimiz globni bor, a? Ovoz bor. To'xtang, slaydni yana o'chirib yondiraylik, как в прошлый раз. Da, hozir yana bitta. Telegram shunday juda ham injiq bo'lib qolibdi. Juda ham bir necha marotaba podxod talab qilib yana boshqa holatdan. Keyin kuni ham разрешить экран. Qani endi yana bitta bo'lishinglar. Hozir translировать экран. Tadam. degan endi ko'rindi degan umiddamiz. Qani bitta endi yana ovoz beringlar. Oh, ko'rindi. Balli. Da, zo'r. Gap shunda. Bir necha marta podxod qilishimizni. Bitta yoqingmi? Da, bir necha marotaba podxod qilishimizni talab turibdi Telegram. Endi bizni ham ko'rayotganlaringiz yozib qo'yinglar. Yo o'chiraylik. Hammaga salom yana bitta. Da, o'chiraylikmikin yo tursinmi? Главный slayd ko'rinsa, ovozimiz eshitilib turibdi. Qani bo'pti, bo'lmasa sizlar yo'q. Mayli, yo'q bo'lsak balkim ko'rinib qolar. Главный slayd bor ekan. Bo'ldi, boshlaymiz. Assalomu alaykum yana bir karra barcha aziz jamoamizni qadrdon hamkorlari. Bugungi efirda hammalaringizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kim kira olmayotgan bo'lsa, ko'ra olmayotgan bo'lsa, albatta efirni zapisini ko'ramiz. Avvalambor ikkinchi katalogimizni yakuniy kunlari bilan barchalaringizni. 2 kun qoldi o'rtoqlar. Da, o'sha shanba. Shanba, faol shanba hammalaringizga kuch-quvvat, chunki bilamiz, bu katalog muhim juda ham hamkorlarimizga. Kimki menejerlar konferensiyasi uchun harakat qilib, mana shu ikkinchi katalogda so'nggi fiksatsiya katalogida maqsadlariga muvofiq mana shu katalogni yana natijalari bilan ko'rsatib berish kerak. Sizlar bilamiz, o'rtoqlar, do'stlar, bilamiz. Hozirgi takliflar borligiga qaramasdan bu yetarlicha bo'lmayotgan holatlardan ham xabarimiz bor, lekin nimaki bo'lmasin, ishonamiz, inson agar qattiq xohlasa, qattiq qaror qilsa va harakatlaringizni noumid bo'lmasdan shanbagacha astoydil harakatlaringizni inshaalloh davom ettirsalaringiz uddalaysizlar. Bugun men liderlarimiz bilan chiroyli bir o'zim ertalabdan qanaqadir bir yaxshi energiya pozitsiyamni yubordimki, inson kuchi qarorida gap juda ham ko'p va ishoning, manzilga yetib borganingizda esingizdan barchasi chiqib ketadi inshaalloh. Shu boshingizdan o'tkazgan qiyinchiliklar, hozirgi qiynalib qilayotgan qarorlaringiz yoki balkim ishongan insonlaringiz barchasi. Chunki biz hayotimizda mana shu 20 yildan beri Oriflame'da qanday bir yutuqlarga, holatlarga chiqmaylik, har doim ham bu natijalar holat zo'rligi uchun, katalog hamma yo'q, biz xohlagandek bo'lganligi uchun yoki biz kutgan aksiyalar bo'lganligi uchun yoki biz ishongan insonlar ishonchni oqlaganligi uchun emas har doim. Первичный bu narsa o'zingizni shaxsiy qarori deyman har doim va uddalashga arziydi. Inshaalloh shu manzillaringizga borganingizda man balliman, uddaladim degan gaplarni gapirish o'zlaringizga nasib qilsin. Va shu qatorda bugun albatta yana liderlarimiz uchun ham bu katalog muhim, chunki hozirda Fransiya kvalifikatsiyasi ketayotgan davr va hammalaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Xullas, hamma maqsadlilar ilohim maqsadiga erishsin. Hozir lekin bugungi gap, bugungi efir muborak barchamiz uchun, barcha musulmonlar olami uchun eng muhim bo'lgan muborak bo'lgan oy Ramazon oyi haqida va unga kelinglar birgalikda yaxshi niyat bilan, chiroyli
kuch quvvat bilan birgalashib qo'llarimizda va bag'rimizda birlashib kirib kelishni maqsad qildik va kelinglar bugun o'zimizni shu borada fikrlarimizni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Chunki o'sha Ramazon oyi keyingi hafta kirib turibdi, seshanba yoki chorshanba kunlari. Inshaalloh. Ertaga menimcha o'sha aniq bilamiz qaysi kundan boshlashimiz. Va bismillah deb boshlaymiz bo'lsam hozir. Va birinchi savolim, azizim, do'stlarim, opa-singillarim, qadrdonlarim, hammamizni o'zi yetkazsin shu kunga. Ramazon yaqin va savol, tayyormisiz? Tayyormisiz degan savol qanday tayyor bo'lishim kerak degan balkim javobni olib keladi. Lekin ulg'aygan sarimiz, menimcha yo hayot o'tgan sari yoki hozirgi kunda sotsial tarmoqlardan foydali ilmlar ham juda ham ko'payib ketgan. Mana shunday oy insondan haqiqatda tayyorgarlikni talab qilar ekan. Agar bu oydan faqatgina jismimiz bilan yashab o'tish emas, bundan oliy bir chiroyli niyatlarni, oliy maqsadlarni qo'yayotgan inson bo'lsak, albatta bunga inson avvalo ruhan tayyorgarlik qilishi, niyatlarda poklanishi, ishlarda poklanishi, nafaqat niyat, fikrlarda jismini poklashi, jism nimani oqibatida poklanadi? Yeb ichish ovqatlarida, o'ziga nisbatan qilayotgan parvarishlarida, yon atrofida yashayotgan muhitida, xullas ham ruhiy ham jismoniy poklanish bilan kirib kelish bu juda ham muhim ekan va bu narsani avvaldan tayyorgarlik qilishi odatda o'zi bundan idealni bo'lar ekan 2-3 hafta oldin boshlansa, lekin hali ham kech emas, o'sha bu yog'iga vaqt kam qolib turibdi. Hamma poklanishni umid uzmasdan yana boshlash juda ham muhim. Xullas hammamiz uchun ma'lum, Ramazon oyi bu faqat roza tutish emas, faqat ovqatdan inson o'zini tutishi emas. Buning natijasida har bitta inson intilayotgan tozalik, poklik, hozirgi kunda insonlar uchun особенно biznes olamida yetishmayotgan intizomga o'rganish, disiplina so'zida, ya'ni bilaman hozirgi kunda balkim hammaga ham bu narsa yoqimli emas bu so'z, chunki hozir eshikdan ham teshikdan ham gapirib turibmiz, aqlli bo'lish davri emas, biznesda fokus va disiplina davri va hozirgi kunda insonlarga aql, bilim emas, ko'p holatlarda muvaffaqiyatga erishish uchun ishida fokus va disiplina yetishmayapti va o'ylaymizki, umid qilamizki, mana shu kelayotgan oy bizni yana bir karra hayotda disiplina bo'lishimizga sabab bo'ladigan chiroyli odatlarni o'rganib chiqish oyimiz bo'ladi inshaalloh va kuchli niyatlarimizga yana qaytamizda, ya'ni asliyatimizga qaytamiz va chindan ham aslida muborak Ramazon oyi qo'shilasizlarmi? Bu o'sish oyi, bu to'xtalish oyi emas. Ko'pchilik nima uchundir o'ylaydiki, Ramazon oyi bu tarki dunyo, bu to'xtalish. Yo'q, aslida eng kuchli rivojlanish o'sish oyi hisoblanadi. Shuning uchun inson nimani qanday qabul qilsa, nimaga qanday tayyor bo'lsa, niyatda gap ko'p va o'ylaymanki, agar mana shunday pozitsiyada bo'ladigan bo'lsak va Allohim mana shu pozitsiyamizni ushlab turish uchun yetarlicha kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik bersa, inshaalloh hammasi shunday bo'ladi. Qo'shilsalaringiz plus belgisini qo'yib yuboringlar shu gaplarga. O'zi bir bilishimiz kerak, rostdan ham kimdirlar bizani ko'ryapti, kimdir kirolmayapman deyishyapti. O'shaning uchun hozir kim bizni yaxshi ko'rib, yaxshi eshityapti, plus qo'yinglar. Просто ko'raylik kimlarda aloqa yaxshi hozir. Bitta Guliston. Hozircha. Mana sohiba plus bo'ptilar. Malatsi, rahmat qizlar. Va gapimga hozir qo'shilgan bo'lsalaringiz ham-da, ya'ni biz ham qo'shilamiz mana shunday fikrlar bo'lsa, qani bismillah deb, bo'lmasa qadamlarimizni tashlaymiz yana. Qani ketdik. Hammamizga mana shunday go'zal kelayotgan oy muborak bo'lsin va hammamizga mana shu oyda chiroyli ishlarni qilish, davom etish nasib qilsin. Agar hozir ketganimdek birlamchi mana shu joyda bu oy o'sish ruhiyatim va yon atrofimdagi ko'p ishlarimni o'sish oyi deb qabul qilsangiz, inshaalloh shunday bo'ladi. Xullas, agar bunga roza deb qarasak nima, lekin Ramazon oyini iltifoti, imkoniyati deb qarasak nima olamiz degan narsani ozgina sizlarga eslatma bermoqchimiz.
ro'zada bu ochlik desak bo'ladi. Mana o'zimizni tilimizda endi. Ovqat yemaslik, Ovqat suv yemaslik, ichmaslik. suv ichmaslik, ya'ni ochlik bilan poklanish. Lekin Ramazon oyida bu holat bizga nima beradi? Tozalik, ya'ni birinchi navbatda ruh, badanimiz, niyatimiz tozalanishi. Alhamdulillah, ilohim shunday bo'lsin. Ro'zada qilinayotgan cheklanish bu nimaga olib keladi? Buni oqibati albatta chiroyli intizomga o'rgatadi. Biz cheklanamiz vaqtda, iste'molda, gapirilayotgan so'zlarda, fikrlarda, niyatlarda. Shuning uchun har bitta narsa, qarangki, o'zi biznesimizda ham ko'p gapiramiz. Agar siz ketayotgan yo'lingiz manzilini bilsangiz, oqibatini, bu yo'l sizga hech qachon qiyin bo'lmaydi. Bugun nimagadir ertalab ham liderlar bilan shu gapni bo'lishgan edi. Agar ketayotgan manzilingiz o'zingizga aniq bo'lsa, u hech qachon beyechim, noiloj yozayotganlik bo'lmaydi. Biznesimizda ham bir xilda mana shu narsalarga erishish uchun har kuni quvonchli kunlarimiz bo'lmaydi, o'ziga yarasha sinovli kunlar bo'ladi. Bir kun ishingiz o'xshaydi, bir kun ishingiz o'xshamaydi. Lekin buni oqibatida siz qanaqa inson bo'layotganligingizni tushunsangiz, chunki kuchli shaxs, muvaffaqiyatli shaxs hozirgi kunda o'zi uchun muvaffaqiyatli tadbirkor bo'laman degan inson o'tishi kerak bo'lgan nuqtalardan o'tayotganingizni agar tushunsangiz, bunga sabr bilan qaraysiz. Lekin endi afsuski, hamma ham bu narsani bunday tushunmasligi mumkin. Ozgina qiynalsa, ozgina 5 ta e'tiroz eshitib qolsa yoki bugun katalog qiyinroq bo'lib qolsa, jamoasiga insonlarni taklif qildi, odamlar faol bo'lmasa va mana shu holatdan sirazi qo'l siltab, yo biznes men uchun emas ekan, man uddalay olmas ekanman, 1-2 bo'lmas ekan bu biznesda yoki odamlarga ishonch yo'q ekan degan dunyo qarash qilib tark etib borayotgan soni cheksiz insonlar yo'q. Shuning uchun mana bu chiroyli eslatma. Ro'zani ham biz ochlikda, cheklanishda, qanaqadir majbur bo'lgan odatlarda, chiroyli sabrda, niyatda o'tkazamiz. Buni maqsad chunki tozalik, intizomlik bo'lish, kuchli niyatimizga yetish maqsadimizga va buni ketida chiroyli sabrimiz bilan Allohim bizdan rozi bo'ladigan chiroyli o'sish nuqtasiga yetib borish. Chunki yaratgan aynan hammamizga ma'lum, aynan ro'zani biz yaratgan yo'lida tutamiz va buni shuning uchun ham mukofoti juda ham baland deyiladi. Chunki inson hayotida kimgadir ehson berishi, namoz o'qishi, yaxshilik qilishi va hokazo shunga o'xshagan ko'p savobli amallar, даже farz bo'lgan amallar ham inson o'zining oxirati uchun qilinadi. Lekin ularning ichida yolg'iz bitta ro'za tutishlik Ramazonda bu yaratgan yo'lida uni rozi rizoligi uchun tutilgan uchun buni mukofoti cheksiz deyiladi. Shuning uchun menda haqiqatda juda ham chiroyli o'xshatma. Qani edi biznesimizda mana shunday hozirgi kunda sanab o'tgan qiyinchiliklaringizni siz yetuk inson bo'lishingiz uchun berilayotgan imkoniyat va bu mana shu nima deydi, osh pishirish uchun kerakli bo'ladigan masalliq deb tushunsangiz, inshaalloh hammasi go'zal bo'ladi bu dunyoda. Shuning uchun do'stlar, mana shu cheklovlar, qiyinchiliklar oqibati inshaalloh mana dinimizda ham, Ramazon oyida ham, ro'zada ham va biznesda ham mana shu ekanligini yana bir karra eslatishni lozim topdik sizlarga. Va nihoyasiga gapiradigan bo'lsak, bu yerda iymonimiz baribir mustahkam bo'lsin va bu dinimizda ham, ishimizda ham mustahkam bo'laylik, o'rtoqlar. Astoydil bo'laylik. Ketdik, davom etamiz. Va bizda 4 ta asosiy qadam bor ekan. Bu yerda birinchidan shu narsani yoritmoqchimiz sizlarga. Va bugungi efir aynan mana shu 4 ta qadam to'g'risida gaplashamiz, o'rtoqlar. Ba'zi narsalarni ko'proq gapiramiz, ba'zilarni kamroq gapiramiz. Birinchisi bu sog'lom kirish va o'zi Mahfuz aytganlaridek 2-3 hafta oldindan tayyorgarlik qilinadi. O'sha Ramazonda, ya'ni ro'zaga tayyorgarlik vaqti 2-3 hafta oldindan tayyorgarlik qilish kerak deb tavsiya berilar ekan. Undan keyin o'sha ro'za boshlandi, to'g'ri ovqatlanishimiz kerak o'rtoqlar. Chunki bu yerda ham juda ham ko'p tavsiyalar bor. Bilasizlar, bu og'ir ovqatlar yemaslik tavsiya beriladi, yog'li, qovurilgan va hokazo. Bu bo'yicha ham tavsiyalarimiz bor. Keyingisi energiya saqlash, chunki bilasizlar, ro'za paytida ro'zador odam gapirgisi ham kelmaydi, biror bir joyga borgisi ham kelmaydi.
Настроенияsi ham shunga yarasha bo'ladi. Kimdirlar faqat uyda o'tiradi, например-da. Va to'rtinchisi уже biznesdagi faollik. Chunki bizda Ramazon bu faqat agarda uyda o'tiradigan bo'lsak va hech kim bilan gaplashmasak, biznesimizga albatta bu salbiy ta'sir qiladi o'qadi. Va bizani ishimizda ham, biznes faollikda maslahatlarimiz bor, tavsiyalarimiz bor. Bular to'g'risida ham gapiramiz. Da, bunga men ham qo'shimcha qilib ketaman. Albatta, sog'lom kirish juda ham muhim, chunki organizm uchun o'zi вообще bilasizmi, inson uchun, organizm uchun oddiy siz bugun yashab turgan uyingizdan bir qadam boshqa joyga borib, oddiy o'zingizni rejimingizni o'zgartirsangiz ham organizm uchun o'zi stress deyiladi. Ya'ni organizm yaxshi ko'radi odatlarni. U foydalimi, foydasizmi farqi yo'q. Bir narsaga odatlangan bo'lsa va u bir xillikni yaxshi ko'radi. Ya'ni balkim hozir men to'g'rimi, noto'g'rimi buni farqi yo'q. Organizm juda ham bir xillik holatni yaxshi ko'radi va agar uni ozgina o'zgartirsangiz, u uchun u stress deyiladi. Mana ko'pincha aytamiz, chet elga borish bu yaxshi, lekin inson samolyotga chiqishi ham bu stress, boshqa joyga borib boshqa ovqatlar yeyishi, boshqa ovqat, boshqa havoni olishi ham boshida organizmga stress, lekin buni foydasini sal keyinroq ko'radi. Shuning uchun bu uchun bunga tayyorgarlik qilish muhim. Bugun yozgan edim ertalab o'zimni odatlarimni bo'lishib, Ramazon oldi men astoydil tayyorgarlikdaman. Aziz opa-singillarim, bunga e'tiborli bo'ling, chunki organizm uzoq yo'lga chiqib turibdi. 1 oylik boshqacha rejimga o'tib turibdi va bunga kirib borish uchun biz odatdan ko'ra sal boshqacharoq o'zimizga e'tiborda bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu boshlanadi agar ovqatlanish tartibimizga keladigan bo'lsak, tavsiya berib ketamiz. Buni hozirgi kunda juda ham ko'p nutritsiologlar ham, juda ham ko'p mana shu sog'lik mavzusida ish olib borayotgan ekspertlar ham, professionallar ham ko'p gapirishadi. Ya'ni уже biz bu rejimga ovqatlarimizni yengil qilgan holatda. Idealni bo'ladi agar siz bundan 2-3 hafta oldin, 1 oy oldin ozgina organizmingizni check-upini o'tkazib, albatta Ramazonni juda ham ko'p ro'zani foydalari bor. Lekin shunga qaramasdan o'ziga yarasha chegaralari ham bor. Chegirma bu sog'lik sabab dinimizda ham yozib qo'yilgan, agar sog'ligingiz buni ko'tarmasa, bu narsani kutishni keragi yo'q ro'zani, chunki odamlar bor pastdan dori ichib yuradigan yoki oshqozon, jigar, ichak faoliyati buzilgan va bu narsa to'g'ri kelmaydigan, davleniyada yuradiganlar bor-da, ya'ni o'ziga yarasha holat. Shuning uchun ongli ravishda, ya'ni foydadan ko'ra ertaga o'zingizga zarar bo'lib qolmasligi uchun hali ham kechmas. Qizlar, opalar, singillar, sizlarga andushi tavsiya beraman. Birinchi navbatda analiz hech qancha turmaydi. Bismillah deb ertalab boringda laborator analizingizni yo'q, shu qon tahlilingizni topshirib keling va o'zingiz uchun ozgina organizmingizda hozir nima holat kechayotganidan ozgina xabardor bo'ling. Chunki agar qon juda ham past bo'ladigan holatda ro'za ham kritichni mumkin bo'lmaydigan holatlar bo'ladi. Chunki gemoglobin, anemiya holati Ramazon oyida juda ham yaxshi holat bo'lmaydi bu holatda. Shuning uchun avvalo idealni bo'ladi qanaqadir laborator tekshiruvlaringizni o'tkazgan holatda biling, qaysi joyingizga e'tibor bering. Hozir balkim Ramazon oyida ham ro'za tutgan taqdiringizda ham balki qo'shimcha biodobavkalaringizni ko'paytirasiz, dozasini ko'paytirasiz. Bu juda ham muhim, chunki hozirgi kunda bir narsani bilmagan edim, tushunmagan edim deb tupa-glupa ro'za oyi ekan, endi tutishim kerak degan holatda prosta ko'z yumib tutishlik, lekin sog'ligingiz uchun mas'uliyat bu o'zingizni qo'lingizdagi narsa. Bu narsadan sal old bo'lib, to'g'rilashingiz kerak bo'lgan narsalarni qilish kerak. Ro'zadan oldin tavsiya qilinadi уже yengil ovqatlarga o'tish, chunki уже ya'ni hafta уже yengil holatga o'tadigan bo'lsak, buni уже hozirdan bugundan boshlaganingiz ma'qul bo'ladi. Choy, kofelarni uyqungizni sal tartibga keltirib, uyquni sal oldinga o'tkazib, mana shu nima deydi, vredni привычкалар bo'lsa, shu narsalardan уже qisqartirib kirib borayotgan holat yumshoq bo'lish kerak. Shirinliklarni kamaytirib, non mahsulotlarini kamaytirib, chunki shirinlikni doim yeb yurgan odam buni rezko bir kunda to'xtatsa, organizmni bilasizmi qanaqa juda ham katta mana shunday stress holati, u mazangizni
butkul qochirib qo'yadi. Odamlar bor, даже skoriga ketadigan odamlar bor, sahri bo'lmagan insonlar aynan ro'za vaqtida sahr kasaliga duch keladigan narsa. Chunki odamga juda ham tez holatda cheklov ham bu salbiy ta'sir qiladi. Hammani organizmi har xil ko'taradi buni. Va eng muhim davri albatta ro'za davridagi to'g'ri ovqatlanish davri. Chunki ro'za bizlar uchun Allohimdan berilayotgan chiroyli imkoniyat. Barcha nosozligimizni, organizmimizni to'g'rilab olish. Buni foydasini olamiz mana shu Ramazon oyida ro'zadagi imенно ovqatlanish, balansli ovqatlanish qoidasiga rioya qilsak. Ya'ni ro'zani tutdimu, Allohni rozi qilish uchun mana bugun kunni bo'yi hamma yo'qdan cheklandimu deb, lekin iftor vaqtida hamma yo'qni xuddi to'yga kelgandek, qolib ketgandek og'zimizga shirinliklarni tiqib, gazirovanniy suvlarni ichib, voy chanqab ketdim deb kolalarni olib kelib olish, bundan ma'no yo'q, o'rtoqlar. Shuning uchun yetuklik davriga menimcha hammamiz yetib kelib turibmiz. Shuning uchun iltimos bu narsani ozgina hozirgi kunda agar siz ChatGPT bilan do'stlashsangiz, bugun sotsial tarmoqda yaxshi dietolog, nutritsiologlarga podpisani bo'ladigan bo'lsangiz, hozir hamma yo'qdan, eshikdan ham, teshikdan ham bu narsa gapirilib turibdi va mana shu narsalar davrida ham go'yoki buni eshitmagandek bo'lib, bu narsalarga quloq yumib va odatimizni davom ettiradigan bo'lsak, bilmayman, oliy janob insonligimiz qayerga ketadi, aql egasiligimiz qayerga ketadi. Chunki bu bizni ruhimizni, jismimizni tozalash uchun chiroyli imkoniyat va to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri ratsionni o'zimizga belgilash bu juda ham muhim. Va energiyamizni saqlash ham muhim, chunki bu davrda biz chopa-chopa yura olmaymiz. Energiyamizni o'ylab, o'lchab degandek to'g'ri taqsimlashimiz kerak va bu ham bizni o'zimizni shaxsiy mas'uliyatimiz. Va albatta shu borada qo'li biznesda bo'lgan hamkorlar ham bilishimiz kerakki, bu joyda ham o'zimizni majburiyatimiz bor, mas'uliyatimiz bor. Yelkamizga olgan даже Ramazon oyi ham bunga to'siq bo'lmasligi kerak, chunki aslida biz qilayotgan ishimiz o'zi chinakamiga insonlarga xizmat qilish, insonlar bilan yaxshilikni ulashish va menimcha, meni nazrimda mana shu Ramazon oyida buni mukofoti, buni savobi odatiy kunlardan ham yuqoriroq, chunki bu oy qancha har qanday qilayotgan yaxshiligingiz inshaalloh Allohning va'dasi ming karra ko'proq bo'lishi mumkin boshqa oylardan ko'ra. Va agar sizni qalbingiz savob amallarni istayotgan qalb egasi bo'lsangiz, agar o'zingizni o'ylasangiz, to'g'ri qorong'u xonaga kirib, faqat oilangizni, faqat o'zingiz ibodatingizni, faqat oziq-ovqatingizni qilib yurishingiz mumkin. Lekin bu narsalardan tashqari o'zingizni yana yaxshilikka boshqa insonlarga ham orttira olsangiz, inshaalloh ishonaman, buni javobi beiz qolmaydi, bejavob qolmaydi inshaalloh. Chunki inson xohlasa, qalbida yaxshilikni tuksa, yaxshi niyatda bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki o'zimiz ham bilamiz, u tadbirlar qilsak yoki mana masjidlar ishlamay qolmaydi Ramazon oylarida-da, ya'ni domlalar, mana shu insonlarga ma'lumotlarni bo'lishadigan insonlar kerak bo'lsa tinmasdan gapirishlari mumkin yo ibodatlarni qilishi mumkin va inson agar maqsadi oliy yaxshilik bo'lsa, kuch-quvvat ham shunga yarasha bo'ladi. Xullas, menimcha hammalaringizga qiziq. Biznesni qanday yuritaman bu davrda? Tajribamizga ishoninglar. Inshaalloh o'sha boshimizdan mana nechta Ramazon larni o'tkazganmiz va meni fikrimda aynan Ramazon oylarida ham juda ham chiroyli o'sish qilgan yillarimiz ham bo'lgan. To'g'rimi? Особенно pandemiya davrida. Esizdami, Rustam? Ro'za oyida. Ham faollik, ham energiya, ham zo'r narsa bo'ladiki, именно Ramazon oyida qilingan harakatlar juda ham zo'r fundament yaratamiz keyingi oylarimiz uchun. Chunki Ramazon paytida juda ijobiy, yaxshi, foydali odatlarni boshlash vaqti o'rtoqlar. Zo'r sabab bu. Shu kungacha o'zgarishga zo'r sabab. Shu sabab shu kungacha qilaman degan ishlaringiz hali ham qila olmagan inson bo'lsangiz, hali ham o'zingiz va'dalaringiz hali ham uchib yurgan bo'lsa, menimcha eng chiroyli imkoniyat bo'ladi va ko'nglingiz to'q bo'lsinki, Ramazon oyida ham bismillah deb bir chetdan chiroyli biznes faolliklaringizni ham bemalol qilish mumkin. Chunki odamlar baribir tirik, hayot davom, boshqa bizneslar ham yashaydi va shu qatorda o'zimizning biznesimiz ham. Qani ketdik. Va asosiy qoida Ramazon oyida demak faol lider, faol jamoa. Biz buni har yil gapiramiz bu gapimizni, chunki rostdan ham lider bu o'rnak. Ya'ni siz ko'rsatasiz, bu primer.
ya'ni qanaqa bo'lish kerakligini siz odamlaringizga, komandangizga, jamoangizga ishongan odamlaringizga ko'rsatib berishingiz kerak va odamlaringizni albatta ilhomlantirishingiz kerak. Va bu qoida necha yildan beri biz amal qiladi va ishlaydi ham. Buni aniq necha yillardan beri sinaganmiz. Shuning uchun lider degan maqomi bu albatta sharafli, lekin mana shunday kunlarda sinovli va mas'uliyatli deb gapiramiz. Lekin ajoyib bir haqiqatda juda ham kuchli ta'siri borki, har bitta jamoa boshi bugun qanday bo'lsa, jamoa ham shunday bo'ladi. Shuning uchun har bitta jamoa liderimizga Allohimdan kuch-quvvat mana shunday chiroyli davrda, chiroyli faolliklarda o'zingiz avvalo namuna bo'lishligingizni tavsiyasini beramiz. Chunki insonlar o'zi odatda bir narsani qilishni xohlamasa, tim bo'lib agar mana shunday Ramazon oyida hammani har xil tushunchasi bor. Lekin kimdir buni boshqacha qilishlik mumkinligini, buni boshqacha ko'rsatish mumkinligini, buni bajarsa bo'lishligini va undan siz yana ham chiroyli bo'lib ketayotganingizni, sog'lom bo'layotganligingizni, insonlarga foydali bo'layotganligingizni ilhom bilan ko'rsatsangiz, aniq ishonamanki, buni nuri yanada kattalashadi, buni savobi yana ham kattalashadi va buni har bitta inson qilsa bo'ladi. Kelinglar, aniq o'sha maslahatlarga o'tamiz. Nimalarni avvaldan reja qilib qo'ysa arziydi? Chunki Ramazon hozir gapirdik, hayot to'xtamaydi. Faqat uchrashuv formatlarimiz, ishlash formatimiz, ishlash vaqtlarimiz ozgina o'zgaradi. Offlaynda shu kungacha ishlab kelayotgan, Ramazon vaqtida ishlab kelayotgan uchrashuvlar formati menimcha biz uchun juda ham qo'l keladi. Iftorlik borgan sari yurtimizda ham, o'zimiz odatlarimizda ham juda ham ko'p uchrayotgan holat va iftorlik bu aynan yaqinlaringiz bilan balkim ko'rishmayotgan bo'lsangiz, ko'rishish imkoniyati. Do'stlar bilan ham har doim ortmayotgan bo'lsangiz, bunday Ramazon oyida yana bitta ko'rishish imkoniyati. Shuning uchun iftorliklarni ham hammasida odamlar og'zini ochib, chiroyli har qanday mavzuda gaplashishlari mumkin. Shu qatorda agar liderlarga bu ko'proq tavsiya yoki menejerlarga ham jamoadoshlaringiz bilan, hamkorlaringiz bilan albatta bitta iftorlikni reja qilib qo'ysangiz yomon bo'lmaydi. Chunki bunday vaqtda insonlar birlashuvi, insonlarning qadriyatda qanaqadir bir an'analarda o'xshashligi faqatgina insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradi va bu juda ham zo'r shans. Va ziyoratlarni ham uyushtirish mumkin komanda bilan birga va biz bilan birga aynan ro'za paytida 7 pirni ziyorat qilganimiz agarda o'sha yerda liderlar bo'lsa, plyus qo'yib qo'yinglar, kim biz bilan birga borganligini, chunki rostdan ham juda ham zo'r vaqt bo'lgan, juda ham zo'r sayohatimiz bo'lgan, ziyoratimiz 7 pir qaytaramizmikan Mahfuz? Mana shu yilda. Inshaalloh. To'g'risi, asaf xohlab turibmiz. Xudo xolasa deylik va mana shu Ramazonda Buxoroga borish nasib qilsa yana juda ham chiroyli ziyorat bo'lgan edi o'shanda. Va undan tashqari seminar qilish mumkin. Biz Samarqandda как раз ro'za payti juda ham katta seminar qilganmiz. 20 ta ishtirokchiga seminar, ya'ni kunduzi Samarqandda aylanganmiz, kechki payt iftor seminarni kechki payt iftor vaqtiga qilganmiz. Juda ham kuchli energiyaga boy, boshqachangi, bilasizmi, haqiqatda Ramazon oylarida qilinayotgan tadbirlarni o'zini boshqacha gashti, barakasi, fayzi bo'ladi. Bilmayman, nima uchun vроде бы odamlarni toliqqan deymiz, quloqiga hech narsa sig'maydi deb o'ylaymiz, lekin mana shu davrda inson bir-biri bilan birga vaqt o'tkazishi chindan ham bir boshqacha rishtalarni bog'laydi. Shuning uchun bugungi efirda liderlarimiz bo'lsa, albatta reja qilishlaringizni qo'rqmasdan, jasur, xolis niyatda va insonlar bilan mehrimizni ham, go'zallik, sog'lik mavzusini ham, orzu mavzularini mana shunday iftorlik, ziyorat, seminar holatlarini bemalol qilishimiz mumkin. Bular ishlaydi. Va o'zi aslini oladigan bo'lsak, Ramazonda odamning vaqti ko'proq bo'ladi. Shunga ham e'tibor beringlar. Biz как бы odamlarni ayimiz to'g'ri yoki tam o'tirolmaydi deymiz, eshitolmaydi, charchab qoladi, lekin aslida vaqtimiz ko'proq bo'ladi. Chunki ovqat bilan kamroq band bo'lib qolamiz. Shuni hisobiga baribir bo'sh vaqtimiz ko'proq bo'ladi. Shuning uchun offlayn uchrashuvlarga e'tiborli bo'lamiz o'rtoqlar. Iftorlik qilinglar komandada, ziyorat juda ham kerak, har tomonlama foydali va seminar.
Va endi onlaynga o'tadigan bo'lsak, onlayn faolliklarimiz odatiy, faqat ularni vaqti o'zgaradi albatta-da, ya'ni vaqtlari hozirgi mana shu Ramazon oyidagi grafikimiz boshqacharoq bo'ladi. Biz o'zimizdan sizlarga va'da beradigan jamoamizda o'tgan yili judayam bir chiroyli efirlarni tashkil qilgan edik va inshaalloh bu efirlarimiz davom bo'ladi. Global G akademiyamizda, ya'ni mana shu guruhimizda inshaalloh har kuni Ramazon suhbatlari o'zini ajoyib bir fayzini bergan o'tgan yil, chunki Ramazon suhbatlarida har kuni bizda bitta liderimiz konkret ishlash metodlari, uchragan e'tirozlari, yaxshi ko'rgan mahsulotlari, o'zini muvaffaqiyat fishkalarini konkret kimdir 40 minut, kimdir 50 minutda judayam chiroyli moderator bo'lganman ko'p holatlarda va Rustam ham bir nechta efirlarda. Ular shunaqa oqshomlarimizni birga o'tkazamiz. Agar mana shu oqshomlarimizda Ramazon suhbatlarida qatnashgan insonlarimiz bo'lsa, belgi beringlar va agar buni davom etishimizni xohlasalaringiz, тоже reaksiyalaringizni qoldiringlar. Shu rejani уже turib o'ylab qo'yganmiz. Shuning uchun bugun birinchi Ramazon oldi efirlari, yangi haftadan yana biz o'zimiz boshlab beramiz. Ramazondagi ratsioningiz bor, yana bitta darsimizni. Undan keyin har bir kuni o'zimizni Global G jamoamizni ilg'or liderlari va undan tashqari yana mehmon spikerlarni ham o'ylab qo'ygan joyimiz bor. Inshaalloh 30 kunni endi nasib qilganicha, qo'ldan kelgancha har kuni soat 8 da yo 9 da buni aniqlashtirib qo'yamiz yana bir marta. Sizlar bilan albatta kechki Ramazon suhbatlarida bo'lamiz onlayn. Mana shunday suhbatlarimiz yoshu qariga degandek, novichoku, starichok yangi kelgan inson bormi, ishlayotgan hamkor bormi, hammaga birdek foydali bo'ladigan mavzular bilan chiroyli har kuni bitta kecha bitta qahramonimizni Ramazon suhbatidan bahramand bo'lasizlar. Bu har tomonlama o'sishlaringizga, maqsadlaringizni qo'yishda, balki muammolarga yechim topishda boshqa insonni tutgan yo'li albatta boshqa insonga turtki bo'lishligi bu juda ham ko'p ma'lum bo'lgan. Shunday Ramazon suhbatlarimizni chiroyli qilib yechib turamiz. Va agarda o'tgan yilgi Ramazon suhbatlarini eshitmagan bo'lsangiz, hammasi zapisi bor, hali ham turibdi. YouTube'ga kirib, bemalol bizning o'zimizni Global G kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. Tarixdan bu ham foydali bo'ladi. O'tgan yilgi tarix qaraydigan bo'lsangiz bor, hammasi bor. Buni yana ham boshqacharoq usulda inshaalloh qilamiz. Albatta gruppadagi faolliklar bo'yicha kichik bir tavsiya berib ketaman. Gruppadagi faolliklar ertalab saharlikdan boshlanishi mumkin. Endi kimdir hozirgi kunda suhur deydi, kimdir saharlik deydi. Mana shu davrda menimcha qanaqadir уже odatlarimizda saharligingizga, suhurga nima yeganligingizni, jamoada bo'lishish qanaqadir marafonini qilsak ham bu jamoada ruhiyatni birlashtiradi. Shuning uchun qo'rqmasdan ertalab saharlikda chiroyli dumaloqlaringizni yo yeyotgan ratsioningizni komandaga tashlab, nima uchun siz buni tanlab turibsiz, sizga nima beradi, chellenjini qo'ysangiz bo'ladi va gruppada faolliklar albatta efirlar, mahsulotlar bog'liq bo'lishi mumkin va siz Ramazonda faolligingizni qanaqa olib borayotganligingiz haqida har kunlik qanaqadir postlar yoki kichik bir video lavhalar berib borishingiz odamlarga albatta juda ham foydali va muhim bo'ladi. Video obzorlar davom bo'ladi, maslahatlar aynan mana shu Ramazonda sog'likka, energiyaga, kuch-quvvatga bog'liq bo'lganda ko'proq mana shu mavzular yoki eng ayollar uchun doimiy vechni qiziq bo'ladigan temalar tez Ramazonda tayyorlanadigan foydali retseptlar. Buni ham o'zimizni Veloci mahsulotlarimiz bilan o'zingizni jamoangizda bo'lishib borishlaringiz albatta jamoa duxini va faolligini oshirishga chiroyli sabablardan bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, aynan Ramazon oyida ham chatlarimiz odatdan ham ko'ra ko'proq faolroq bo'lishni boshlaydi. Ketdik, davom etamiz bo'lmasa. Va o'zi aslini qaraydigan bo'lsak, shuni juda chiroyli topdik. Mahfuz bilan bu safarga Ariflayim Ramazonda do'stingiz. Chunki rostdan ham bizga mahsulotlarimiz yordam beradi. Va qaraydigan bo'lsak, asosiy dolzarb masalani qaraydigan bo'lsak, bu energiya masalasi. Keyingisi go'zallik, keyingisi tozalik. Va mana shu 3 ta asosiy savolga Ariflayimda javoblar tayyor o'sha. Shuning uchun do'stlar, shuning uchun gapirdikki, siz Ramazonga tayyormisiz?
siz Ramazonga Oriflame yo Velocity mahsulotlarimizni o'zingizga xarid qilib ulgurdingizmi? Mana shu slaydda o'zlaringizga Screen screen qilishlaringizni va qani bitta hammaga hozir vazifa beraman. Hozir screenshot qilib, mana shu energiya, go'zallik va tozalikni o'zingizga ta'minlash uchun xaridlaringizni shulardan qildingizmi? Bu prям chek правильного партнера Oriflame degan bo'lardim. Ya'ni Ramazon oyidan o'ziga naf, foyda olishni maqsad qilgan hamkorni cheklisti bu. Chunki energiyamiz uchun kokteylimiz mega super produkt ekanligini menimcha gapirmasak ham o'zi mumkin-u. No keyingi efirimizda albatta buni men kuchaytirmoqchiman. Chunki to'g'risi men bilmayman, shunaqa mahsulotimiz bo'la turib, qanday qilib biz bu mahsulotdan foydalanmasligimiz mumkin? Chunki hozir eshikdan ham, teshikdan ham hamma joydan inson sog'lik, salomatligi uchun birinchi navbatda oqsil muhim degan zamonda yashab turibmiz. Qo'limizda unikal mahsulotimiz turibdi. Oqsil, tabiiy, rastительный oqsil. Chunki hozirgi kunda to'g'ri, "Oy, men bunaqa kokteyllaringni ichmayman, menga go'shimi ber" deydiganlar ko'p, lekin do'stlar, o'rtoqlar, biz shunaqa zamonga yetib keldikki, hozirgi zamonni oshqozon ichagi go'shtlarni hazm qila olmayapti. Sababi go'shtni hazm qilish uchun inson sog'lom bo'lishi kerak, oshqozon ichagi. Oshqozon ichakdan to'g'ri fermentlar chiqishi kerak go'shtni hazm qilish uchun. Nimaga hozirgi kunda yosh bolalar go'shtni yemay qo'ygan? Nimaga hozirgi kunda o'spirinlar go'shtni yesa ham qoni juda ham past holatda turibdi? Nimaga hozir kelinlar, nimaga yosh ayol qizlar kam quvvat holatda, sochi to'kilgan holatda yuribdi? Sababi go'sht yemayapti emas, go'sht yeyapti shu oqsil maqsadida qo'yib. Lekin hamma go'sht ham hozir nima deydi, katta savolda turibdi, qayerdan kelayotgani. Go'sht sifati. To'g'ri go'sht yesangiz ham, sizni agar organizmingiz bir yilda bir marta hatchabi antibiotik qabul qilgan inson bo'lsangiz, shuning uchun ham keraklik. Avval ota bobolarimizni davrida ularni oshqozon ichaklari rostdan ham biznikidan toza bo'lgan. Chunki pishavoy musor yeyishmagan. Chunki ular bizchalik dorilarni hovuchlab ichmagan. Bizchalik viruslar, nima deydi, iflos havoda yashamagan. Shuning uchun oshqozon ichiklari kerak bo'lsa temirni ham hazm qiladigan bo'lgan. Lekin hozirgi zamon insonni eng kuchsizlik, zaif tomoni oshqozon ichagidan boshlanib turibdi. Shuning uchun aslida biz go'shtni yeb maqsad qilayotgan oqsilimizni ola olmayapmiz. Shuning uchun bizni qo'limizda kompaniyadan rastительный belok turibdi. Tez hazm bo'ladigan, oqsilni maqsad qilgan bo'lsangiz yetkazib beradigan. Shuning uchun energiya xohlab turibsizmi? Do'stlar, agar hali ham olmagan bo'lsalaringiz, kompaniyada hozir zo'r maxsus taklifda turibdi. Kokteylni первый albatta qabul qiling. Energiya va sog'ligingiz uchun o'ta muhim. Wellness Pack Rustamni eng yaxshi ko'rgan mahsuloti Wellness Pack. Mahfuza kokteyl desa, men Wellness Pack deb gapiraman, chunki birinchi galda Wellness Pack olishlik kerak deb gapiraman. Aslida ikkalovi dan ajralmas do'stlar. Er-xotin degandek Wellness Pack bilan kokteyl ham xuddi er-xotin. Ya'ni ikkalovini vazifasi bor. Oqsillikka o'z yo'liga bir-birini to'ldiradi. Lekin oqsil yetarli bo'lmasa, Rustam, baribir Wellness Pack foydasi yo'q. Bu dokazanniy narsa, chunki inson organizmida oqsil yetishmasa, ichiga millionta vitamin qo'ying, bu so'rilmaydi, bu joyga borib o'rnashmaydi, chunki hamma vitamin minerallarimizni tez transport qilib yetkazadigan oqsil bo'ladi, do'stlar. Shuning uchun boshlash kerak meni fikrimda, первую очередь kokteyldan. Chunki chetda yashaganligimizni ko'p gapiraman va chetda siz boshim og'riyapti, boshqa joyim og'riyapti deb borsangiz, birinchi navbatda qon tahlilini topshirganingizda bor, birinchi oqsilli ko'rsatkichni olib kelib ber deydi. Chunki insonlar depressiyaga, kamqonlikka, kayfiyati yo'qlikka, immuniteti tushganligi, energiya yo'qligi, allergiya bo'layotganligini birinchi sababini chetda, birinchi oqsil dozasidan qaraydi vrachlar chetda rivojlangan davlatlarda. Shuning uchun o'rtoqlar, siz agar bugun Ramazon oyida ham tetik va Ramazon naf bo'lishini xohlasangiz, обязательно qo'lingizda mana shuncha chiroyli mahsulotlar bilan bitta savatda birinchi kokteyl Wellness Packlaringiz bilan kiring.
va albatta stress bo'lgandan keyin stressni holatini tushiruvchi mana zo'r hozir mahsulotimiz nomer 1 meni ham yaxshi ko'rgan mahsulotim magniy. Vitamin D3 siz hayot yo'q. Hayot yo'q, vitamin D3 siz. Qaniydi men sizlarga bitta zo'r efir o't bermoqchiman, nasib qilsa o'taman ham. Lekin energiyangizni, sog'ligingizni o'ylab tayyorgarlik qilayotgan hamkor bo'lsangiz, mana shu narsalar cheklistingizda bo'lsin. Go'zallik endi albatta nafaqat Ramazon bu ichki organizmimizga stress, birinchi navbatda terimizga ham stress. Chunki suvsizlanish oqibati sirrat odam yuziga urib boradi. Va biz ayollar uchun afsuski bu eng katta yana zarba bo'ladi. Chunki ozgina yuz quruqlanib boshlasa, yana yangi ajinchalar paydo bo'ladi. Eskilar chuqurlashadi. Shuning uchun qizlar, albatta Ramazon oyida odatdan ham ko'ra biz parvarishimizni kuchaytirishimiz kerak. Mahsulotlarimiz yoniga yana mahsulot qo'shishimiz kerak. Chunki maksimal tashqi parvarishimizga ham yordam qilishimiz kerak terimizga. Shuning uchun bunda yordamchi xohlasangiz Velosiped kategoriyasi mahsulotlarimiz bo'lay, agar aynan mana shu Ramazon oyida vegan mahsulotlarni xush ko'rsangiz, bo'lmasa Navage, bo'lmasa o'zingiz tanlagan lineykamiz Love Nature bo'lishi mumkin, Opt seriyamiz bo'lishi mumkin, lekin parvarish juda ham odatiy oydan ko'ra ham o'ta muhim. Menimcha bir kunda kerak bo'lsa 10 martama mistlarni ham ishlatib yurish hozir juda ham kerak bo'ladi. Velosiped kompleks chunki nima deydi, stress bo'lib Ramazon oyida ko'pchilik oldindan gapirardi, Ramazondan keyin sразу Ramazon emas, 2-3 oydan keyin reska soch to'kilishi boshlaydi. Chunki soch shunaqa narsaki, stress holatida emas, stressdan keyin 2 oydan keyin asorat ko'rsatadigan narsa. Shuning uchun ertaga Ramazon tutib, xursand bo'ldingiz, 2 oydan keyin sochsiz qolmay desangiz, to'g'risi Velosiped Nutri kompleksimizni ham qo'shing o'zingizni kundalik ratsioningizga va shu bilan bir qatorda kalsiy ham o'ta muhim mineral ekanligini unutmang. Aynan go'zallik parvarishi uchun. Chunki tirnoqlarimiz, sochlarimizda ko'pi uchun kalsiy muhim. Tozalik, prebiotik mahsulotimiz, bilasizlar, bu kletchatka, именно ichak faoliyatimizni yaxshi ishlashini ta'minlab beradigan, qabziyatni oldini oladigan, ichak sistemamizda yashaydigan, o'zimizni sog'ligimiz, immunitetimiz uchun muhim bo'lgan polezniy bakteriyalarni oziqlantirib turishimiz kerak. Chunki ro'za paytida ular ham ro'za tutib olsa, u foydali bakteriyalar yomon bakteriyalarga aylanib o'zidan toksinlar chiqarishga boshlaydi. Shuni oqibatida bosh juda ham qattiq og'riydi. Chunki bakteriyalar ham hamma yo'q o'zini yomon narsasini chiqarsa, organizmda tezroq chiqaruvchi vosita prebiotik, ya'ni mana shu pищевое волокно, kletchatkalarimiz xizmat qiladi. Поэтому обязательно ro'zaga bu must have qizlar, agar yigitlar ham ich qotishini xohlamasangiz, chunki особенно Ramazon oyida suv kam bo'lganlik sabab ich qotish juda ham ko'pchilik uchraydigan holat bo'ladi. Lekin bunda yordam sizlarga aynan tengi yo'q super produktimiz prebiotik xizmat qiladi. Bu ichingizni mayin ushlab turishini, toksinlar va ovqatingiz hazm bo'lishligini tez-tez sizga ta'minlab beradigan eng kuchli mahsulotimiz bo'ladi. Va albatta badan parvarishi, organizmdan toksinlar chiqargandan keyin Ramazon oyida terlash ham, jigar ham boshqacha ishlaydi va terdan ham bilasizlar, ter sistemasi bu ham tozalash sistemamizga kiradi va chiqqan toksinlarni tez-tez baribir badandan tozalab turish kerak va bu uchun обязательно Oriflame gellarimiz, shampunlarimiz, sovunlarimiz kerak. Va albatta o'zingizdan chiroyli ifor kelishi bu juda ham muhim. To'g'ri, Ramazonni, ro'zani o'zini hidi bo'ladi, lekin baribir har qanday ayol nafaqat u hiddan tashqari o'zini bir go'zal iforini yon atrofiga berib turish kerak. Shuning uchun o'ylaymanki, qo'shilgan bo'lsalaringiz, rostdan ham Oriflame bizni Ramazonda must have do'stimiz, живой do'stimizdan ham ko'ra kerak bo'ladigan haqiqiy do'stimiz.
qo'shilsalaringiz preferensini qo'yinglar. Va agarda velosiped mahsulotlar bo'yicha Mahfuzadan alohida efir xohlasanglar, hozir plus belgisini yozinglar, chunki Mahfuzada rostdan bilimli, ko'payib, G'ich bil mani bo'g'adi deng. oldingidan ko'ra ham har yili, chunki Mahfuz masalan bo'sh o'tirsa, kimdir taningizdan YouTube'da rolik ko'radi, kimdir Reels ko'radida, Mahfuza faqat mana shu nutritsiologiya bo'yicha Reels yoki tam blogerlarni ko'radi, YouTube roliklarni ko'radi yoki o'qiydi. Faqat mana shu nutritsiologiya mavzusiga juda Yana qanaqa очень продвинутыйlarni ko'radi deng. va bu yerda velosiped va aynan yuz teri parvarishi bo'yicha Mahfuzaga juda ham ko'p savol beringlar, arziydi o'rtoqlar, chunki men guvohiman. Ha, bitta kapitchis ko'radi. Agar juda ham katta mavzular. qalbimdan menimcha o'zi doktorman deb o'ylayman, chunki haqiqatdan ham insonni holati bo'ladi-yu, bo'sh qolganingda nima bilan ko'proq shug'ullansang, qalbingdan shu kasb egasisan. Chindan ham bu mavzuni juda ham yaxshi ko'raman, balki o'zim yaxshi ko'radigan insonman, sog'ligimga befarq emasman. Hayotimni sifatini haqiqatda yaxshi bo'lishligini xohlayman. Nafaqat o'zimni, yaqin do'stlarim, yaqinlarim uchun ham juda ham qayg'uraman. So'ramasa ham qaytaraveraman. Xullas aytmoqchimanki, chindan ham o'rtoqlar, hozirgi kunda zamon ancha yaxshi tomonlari ham ko'p, lekin bu zamonda sog'ligingiz o'zingiz qo'lingizda va bu uchun juda ham ko'p yaxshi mahsulotlarimiz bor va bundan to'g'ri foydalanishni bilish faqat o'zingizga foyda beradi xolos. Shuning uchun bu mavzuda inshaalloh keyingi efir mana shu Ramazon boshlanishidan oldin konkret mahsulotlar bo'yicha yana ham chuqurroq bilimlar berishim mumkin. G'amni skrinshot qilib olmaganlar, qaranglar, olmaganlar, siz Oriflamechi emassiz, chunki kechirilmaydigan narsa siz. Xo'p, yon atrofda insonlar Ramazonni o'zi tushunmasdan, o'zini avvalgi tartib qoidalariga ko'ra, onam shunday yashagan, men ham shunday el qatori, qarindoshim el qatori oshni pishirib ham kunim o'taveradi deb o'tib ketishi mumkin, o'rtoqlar. Lekin siz hayot tarzingizni chiroyli bo'lishligini, mana shu hayot tarzingizda o'zingiz kuch-quvvatda Ramazonda sog'lom chiqishni maqsad qilib, foydali chiqishni xohlasangiz, Oriflame oldidasiz. Velosiped mahsulotlarimiz turibdi va buni bilmaslik, qo'llamaslik bu to'g'risi kechirilmaydigan holat. Chunki o'zingiz doktor bo'la turib, o'zingizni davolalmaydigan doktor narxi bir tiyin deyiladi. Shuning uchun Oriflamedagi har bitta hamkor, biznes hamkor velosiped efirlarimizni, mana shu mahsulotlarni oldimizda turibdi. O'rganmasdan buni qo'llamaslik va nima uchun mazam yo'q, nima uchun quvvatim yo'q, nima uchun bitta ishni boshlab oxirigacha yetkiza olmayapman, nima uchun bitta narsada fokusimni ushlab tura olmayapman degan savollaringiz uni yo'qolib ketadi agar siz mana shu mahsulotlarni astoydil o'rganib, hayotingizda tatbiq qilishni boshlasangiz va oziq-ovqatingizni to'g'rilasangiz. Shuning uchun skrinshotni qilib, olmaganlaringizni qiling. Olmaganlar bo'lsa, katalog tugashigacha yana inshaalloh 2-3 kunimiz bor. Xaridlaringizni qilib, inshaalloh yangi haftadan Ramazonga tayyor bo'lib kiring, chunki bilaman bu hafta hali Ramazonga xarajat qilib ulgurmaganlar bor, bozorga chopib olmanglar har xil keraksiz, kerak emas narsalarni. Agar tasavvuringizda men oilam uchun oziq-ovqat olaman deb mana shu narsalarni xarid qiladigan bo'lsangiz, bundan foydasi ko'proq ko'chadan, bozordan narsa olgandan ko'ra. To'g'risi. Chunki foydali narsaga siz pulingizni sarflagan bo'lasiz. Ya'ni sizga ertaga poddetka bo'ladigan mahsulotlarga. To'g'risi, Oriflame mahsulotlari, shu velosiped mahsulotlari bu kundalik oziq-ovqatlar. Bu bir marta ichib tashab qo'yadigan emas. Kompaniya shunaqa mahsulotlarni chiqarganki, mana ko'rasizlar, Oriflame'da to'la emas mahsulotlarimiz. Bu baza sog'lom inson kunida har kuni iste'mol qilishi kerak bo'lgan oziq-ovqatlar. Va har bir mahsulot, mana shu yerda yozilgan har bitta mahsulot juda ham katta vazifani bajaradi va yordam beradi. Va har biriga bizda misollar tayyor. O'zimizni ustimizdan yoki qarindoshlarimizni, oilamizni ta'sir qilgan har bitta mahsulotni biz foydali tomonini va nimaga ta'sir qilganligini isboti bilan gapirishimiz mumkin. Ketdik, davom etamiz. Qisqasi, Oriflame Ramazonda do'stingiz. Rasman sizlarga savol qo'yib qo'ying, chunki yangi hafta sirazi bitta efir bilan boshlamoqchimiz. Konkret qaysi mahsulot bo'yicha ko'proq kirish qismiga ko'proq ma'lumotni xohlagan bo'lsalaringiz, prebiotik yozinglar, shunga qarab shu slaydlarni tayyorlashga harakat qilamiz. Yozinglar. Davay. Sirazi maslahat beraman, kokteyl va prebiotik.
va prebiotik kokteyli zo'r tomoni bor. O'rtoqlar, kokteyl ichsanglar, kuniga hatto bitta porsiyani shirinlik kamroq yeysizlar уже xohlamaydi. Sinaldi, deng, sinaldi. Xohlamaydi. Sinalgan. Prebiotik zo'r xususiyatini bildim. Mahfuza opam oldindan bilgan, просто men yaqinda bildim. Menda где-то 3 haftacha oldin qattiq shamollash bo'ldi. Kim taniganlar biladi. И oxirida u allergический fon juda ham baland. Nima bo'lsa ham yutal, першение горла, qilaveraman mana shunaqa. Mahfuza juda ham yoqtirmaydi shunaqa paytimni. Kimga yo'q? Mana shunaqa quruq yutal bo'laveradi kechasi bilan. И просто prebiotik iching dedi. Вроде бы bu allergiya uchun dori ma'zosida boshqa allergiya anaqa tabletkalarni ichsam unchalik yordam bermaydi. Lekin prebiotik ichdi и сразу ta'sir qildi. Ertasi kuni уже boshqacha. Yana ichdim, yana boshqacha. O'shaning uchun ham bu mahsulotlar gap ko'p o'rtoqlar va olinglar. Narxlari unaqa baland emas. Omaganlar shanbagacha xaridlaringizni qilinglar. Davaysiz sog'lom bo'lish insonni o'zidan boshlanishi kerak. Sog'lom odam bilasizmi qanaqa energiyaga to'la bo'ladi? Sog'lom inson o'zi uchun zo'r maqsadlar qo'yadigan inson bo'ladi. Mana shu maqsadlari uchun kuch-quvvatda chopib, yugurib ishlaydigan bo'ladi. Bizga ko'pchiliklaring savol berasizlar. Mahfuza, Rustam, energiya qayerdan olasizlar? Qarasa Andijonda, qarasa Qoraqalpoqda, qarasa qanday ulg'isizlar? Bolani ham ko'rdilaringiz, ko'zlarini oldida katta qildik, ko'tarib yurib bolani bitta yanka olmasdan. Bu narsa o'zicha bo'lmaydi, qizlar, o'rtoqlar. Aziz hamkorlarimiz, mana shu narsalar, ongli ovqatlanish, ongli inson agar o'ziga mana shu nutri komplekslari yetarli holatda bo'lsa, zdorov odam shunday bo'lish kerak. Chunki bu tabiiy emas, holsizlik tabiiy emas, energiya yo'qsizligi tabiiy emas, motivatsiyangiz yo'qligi. Значит, qanaqadir yetishmovchiliklar borligi sabab shu narsalar yetishmaydi hayotingizda. Все, davom etamiz o'rtoqlar. Va bugungi payt mana 2 kun vaqtimiz qolib turibdi katalogga. Velosifida aksiya bilasizlar. Hozir agarda bitta kokteyl bilan заменитель еды bor. Uchinchisi menimcha hozir наличие emas. Va shu ikkita mahsulot menimcha hozir наличие. Agar bittasini sotib olsangiz, ikkinchisi 50% skidkada. Kim agarda bu mahsulotni olmagan bo'lsa, albatta foydalanib qolinglar. Undan tashqari, velosiped mahsulotlari bo'yicha asosiy mahsulotlar, kokteyl va wellness packlar bo'yicha bizda velosiped obunasi bor, ya'ni uchalasini olasizlar, ya'ni 3 katalog ketma-ket olasizlar va 4-katalogda sizga shu mahsulot 100 so'mga keladi va bali bilan birga. Ya'ni bu 25% skidkada olayotgandek bo'lasiz. Ya'ni 3tasiga pul berasiz, 4ta mahsulot olasiz. Va undan tashqari, agar sizda yurakchalaringiz to'plangan bo'lsa, mana wellness packlar bor 200 ming so'mdan. Agar biznes hamkori bo'lsangiz, bundan ham arzon 160 mingga keladi adashmasam. Shularni olishni tavsiya beraman o'rtoqlar. Agar imенно katalog narxida yoki obuna bo'yicha olgim kelmayapti yoki sinab ko'rmoqchiman bittasini olib obuna bo'lishimdan oldin desanglar, aynan yurakchalar evaziga shuni olinglar o'rtoqlar. Yoki murskoy yoki женский mos ravishda olinglar o'rtoqlar. Mana shu 3 ta taklif velosipedga doir foydalanib qolinglar. 2 kunimiz bor hali. Undan tashqari bu katalogda bizda bilasizlar, vitamin D o'zi yaqinda chiqdi, bizda yo'q edi. Yangi mahsulot, mana endi 2 katalog bo'ldi adashmasam. Hozir ham yaxshigina skidkada bo'lib turibdi. Katalog narxi 220 ming so'm, biznes hamkorlarning narxi 176 ming so'm. Zo'r narx, zo'r mahsulot, o'shancha olish kerak va e'tibor beringlar faqat yana bir narsaga. Bu yerda ichida 90 ta dona, kichkina tabletkadan 90 ta. O'zi bittadan ichinglar deb tavsiya bergan, lekin bittadan kam. Men 2 ta ichaman. Просто tak, lekin Mahfuza 4 ta ichadi. Hech bo'lmasa 2 tadan ichinglar. Yo'q, 4 ta ham o'zi bo'pti. Bu haqda alohida efir qilib bermoqchiman. Hozir bu lekin bilinglarki, bu hamma uchun bu birinchi даже hattoki chaqaloq tug'ilganda birinchi hamma vitaminlar ichida tug'ilishidan 3 kundan keyin hozirgi kunda продвинутый to'g'ri pediatrlar bo'lsa, hammasi bir og'izdan gapiradi. 3 kundan keyin albatta hayotini butun yakunigacha har kuni iste'mol qilinishi shart bo'lgan vitamin hisoblanadi. Aslida o'sha vitamin ham emas, o'sha bu narsa o'sha vitamin nomidan chiqqan продвинутый davralarda bu gormonal даже необходимость hisoblanadi. Shuning uchun hattoki chaqaloqqa hozir bizdagi berilgan doza tavsiya qilinadi.
400 международные единицы. Zaruriy oziq-ovqat. Zaruriy bu Bu как dori emas o'rtoqlar. bu zaruriyat. Hattoki 3 kunlik chaqaloqdan boshlab umrini oxirigacha. Qolganlarga-ku bu must have. Bu men farzandlarimga shu 5-6 ta o'zimni bazam bor. Bu xuddi oziq-ovqat kabi. Kundalik u kasal bo'lishini kutmaysiz, qaysi yoshini to'lishini kutmaysiz, dam olishini kutmaysiz. Doimiy organizm sistemasi soz. Hali xuddi aytiladi-ku, soz ishlab turishi uchun doimiy yog'langan bo'lish kerak. Xuddi shu yog' narsasini yetkazib beradigan, lekin o'rnini boshqa hech qaysi oziq-ovqatlardan olmaydigan bazalar bor. Va vitamin D3 aynan shunaqa bazaga kiradi va alohida sizlarga efir qilib beraman. Bu vitamin bo'yicha aslida men hozir ichayotganda 4 ta ham kam. Keyin tushuntirib beraman sizlarga. Ichaman desangiz, juda ham foyda va tez tugaydi. Va yana bitta mahsulot, magniy B6 o'rtoqlar, bu ham juda ham muhim mahsulot, chunki bilasizlar, ko'pchilik gilzar erkaklar ham, ayollar ham. Yarimta gap o'sha ko'p odamlarga juda ham rostdan ham qanaqadir bir odamlar gap ko'tara olmaydigan bo'lib qolgan va bu prosta emas. Hayotimiz shunaqa, ma'lumotlar ko'payib ketgan, Instagram, Facebook, Telegram, hamma ma'lumot juda ham ko'p rostdan ham. Keyin muammolar har kungi tushunamiz bu narsani. O'shaning uchun ham bu mahsulot ham bizga kerak. Prosta e'tiborli bo'linglar. Vitamin D3 ni ertalab ichamiz, magniyni kechqurun uxlashdan oldin ichamiz. Lekin hozirgi, tim bolее o'zi zamon hammada nestabil stressli zamon. Da, nestabil emotsiyalar, stress, uyqu nosozligi, mana shu telefonni asorati miya faoliyatini juda ham tezlashtirib yuborgan miya. Даже siz kechqurun uxlasangiz tinchimaydigan holatda zamonda yashab turibmiz do'stlar, chunki avvallari ota-bobolarimiz davrida hamma erta uxlagan. Undan keyin uyda foydalangan даже svetlar bo'lmagan shu davrlarda, lekin insonlar sog'lom bo'lgan. Lekin elektrichествоlar chiqqandan keyin o'zi uyqu grafiklar buzilgan ekan insonlarda. No, keyin elektrichество ham o'tsin, televizorlardan keyin mana уже hayotimizni полный синий цвет egallagan va bu miyaga, ko'z faoliyatiga, barcha sistemaga, nerv sistemasiga juda ham salbiy ta'siri bor ekan. Va mana shu salbiyatni ozgina bo'lsa ham biz agar qo'shimcha qilib yordam tariqasida bu narsani magniy bilan va magniy B6 bilan yordam qilishimiz kerak ekan uyqumizdan oldin, nerv sistemamiz tinchlanishi uchun. Pishvarительный sistemaga ham ta'siri bor, qon tomir sistemaga ta'siri, reproduktiv sistemaga, miya faoliyati ta'siri. Xullas, magniy 300 dan ortiq inson organizmida bo'ladigan proseslarga nezaminimый, ya'ni zaminasi yo'q bo'lgan judayam muhim mineral hisoblanadi va bu organizmda to'planish xususiyatiga ega emas. Bitta stress, bitta narsadan asabingiz buzildimi, butunlik organizmingizdan yuvilib chiqib ketadigan mahsulot. Shuning uchun bu kundalik, bu ham hozirgi kunda chaqaloqlarga уже tug'ilgandan boshlab tavsiya qilinayotgan eng muhim minerallardan. Aytamo bizda oldimizda turibdi. Eng zo'r formada dengiz magnisi, eng безопасный, so'riluvchanligi baland va bu magniydan tashqari buning ichida juda ham ko'p foydali mikroelementlar bilan to'ldirilgan magniy koni foyda. Agar hali ham foydalanmayotgan bo'lsangiz, juda ham katta xato qilasizlar qizlar, chunki birinchi navbatda bu sizning nerv sistemangizni, uyqungizni, gormonal sistemangizni yaxshi bo'lishiga, soz ishlashi uchun juda ham muhim. Bu prosta gayka bo'ldi. Aynan Ramazonda bilamiz, hammada uyqu grafiki уже buzilib ketadi. Shuning uchun albatta kechki payt iste'mol qilishingiz zarur, muhim. Va men buni 2 ta donasini ichaman har kuni uxlashimdan oldin. Men ham. O'shaning uchun ham bu yoqda ikkalasi ham bu ikkita mahsulot ham hozir skidkada, to'g'ri vitamin D3 ko'proq, magniy skidkasi kamroq, lekin baribir yomon narx emas, olishga arziydi o'rtoqlar. Va rostdan ham juda ham kerakli, foydali mahsulot. Xavfsiz bo'lganda, izlangan, ko'rilgan, ko'rishlaringiz mumkin buni. Va davom etamiz. Velosiped kategoriyamiz yana navbatdagi bizda заменитель еды.
Ovqatni o'rnini bosadigan питательный kokteylimiz. Питательный kokteyl deylik. Питательный kokteyl va supimiz bor. Ozuqaviy kokteyl. Ozuqaviy kokteyl va sup. Gribnoy supda. Bular ham kichkina skidka bo'lsa ham berilgan. Вот katalog narxini 900 ming so'm desak, biznes hamkorlarga bu 720 ming so'm bo'ladi. Lekin obuna bo'ladigan bo'lsanglar 540 ming so'mdan to'g'ri kelyapti taxminan. Va yaxshi tomoni, agarda deylik kokteyl 900 ming, 700 ming katta summa bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, lekin buni bilasizlar 21 ta porsiya bo'ladigan bo'lsa, ichida bo'lib yuboradigan bo'lsa, bitta porsiyamiz biznes hamkorlarga 35 ming so'mga ham bormayapti. Obuna bilan bo'ladigan bo'lsa 26 ming so'm va bu bilan siz foydali oziqa olayotgan bo'lasiz o'rtoqlar. Ya'ni biror bir narsani perikus qilmoqchi bo'lsangiz yoki ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, baribir bundan ko'proq pul ketadi. Bu 21 kunga yetadigan sizga mahsulot bo'ladi. Va aslida inson nima yeyishini o'zi tanlaydi. 20 gram oqsilni olmoqchi bo'lsangiz, siz kamida qo'y go'shti, mol go'shtidan ham ko'ra tovuq go'shtida 100 gramga 20 gramga yetar yetmas oqsil bo'ladi. Shuning uchun hamma o'zi o'ylasin, nimani iste'mol qilishi, lekin inson sog'lik salomatligi asosi to'g'ri oshqozonimizga lattani tiqib qo'ysak ham qornimiz to'q bo'laveradi. O'ylamanglar, oshqozonni tili yo'q. Menga bu yoqadi, yoqmaydi, deya olmaydi. Oshqozonni nima bilan, tosh bilan to'ldirasizmi, qum bilan to'ldirasizmi, to'yib qolaveradi. Lekin ong insonga aql bekorga berilmagan. Biz o'zimiz hal qilamiz oshqozonimizni nima bilan to'ldirishni va bu parchalangandan keyin shu bilan bizni butun organizmimizni hujayralari ovqatlanishadi. Lekin hujayrani asl ovqati unutmang, bu oqsil. Oqsil yo'q ekan, oshqozon to'q, lekin hujayrangiz och bo'ladi. Och hujayra hech qaysi bir organni soz holatini ta'minlamaydi. Shuning uchun birinchi ovqat yeyish boshlanganda asos oqsildan boshlanish kerak, keyingina sabzavotlar, kletchatka, foydali yog'lar va undan keyin hazm bo'lishi sekinroq bo'ladigan uglevodlar deyiladi. Ya'ni oq non emas, shirin gazirovkalar emas, shirinliklar emas, shakar-ku eng katta dushman. Men o'sha bolalarimga ham mamtiga singdirib o'rganman. Hoy, nima dushmanni yeyapsan deyman. Agar shakar yesa, nima sen dushmanni yeyapsan deb gapiraman unga. Sani sog'liging, salomatliging, go'zalliging, aqlingni eng katta o'g'irlaydigan dushman-ku bu. Og'zingga o'zing bilib solyapsanmi shuni? Gapiraman. Chunki o'rtoqlar, insonga yetib borish uchun kerak bo'lsa 1000 marta gapirsangiz arziydi. Chunki farzandingiz bu sizni davomingiz va ertaga hozirgi farzandlar bizni ham davrimizda biz bunchalar ximikatlarning ichida yashamaganmiz. Bizni yoshligimizda eslanglarchi bitta nima Snickers bo'lganmi? Bitta gazirovka bo'lganmi? Bitta chips bo'lganmi? Yemaganmiz. Biz onamizni tayyorlab bergan ovqatlarini uyda pishirilgan, oshiqcha, vredniy qo'shimchalarsiz ovqatlarni yeb katta bo'lganmiz. Lekin hozirgi bolalar hamma ovqatlari plastikda turadi. Tez perikuslar davrida ketchup deysizmi, mayonez deysizmi, souslar deysizmi, shakarlar deysizmi, qaysi hozirgi kunda kolbasa yo sosiska etinglar yo hattoki biz ishonib yeyotgan o'sha tvoroglar ham asl to'g'ri toza mahsulotlardan qilinib bera olmaydi. Hattoki go'shtlarga inson o'ylanib qoldi hozirgi kunda har xil davrlardan, har xil joylardan kelayotgan go'shtlarga yoki o't o'simliklar ham odatda nima deydi, ximikatsiz o'smayapti. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham o'zimizni hozirgi zamonda sog'ligimizni, hayot davrimizni agar ikkita chashkaga, ikkita taroziga qo'yadigan bo'lsak, shuning uchun uyda tartib nima bo'lsa ham ayoldan boshlanadi. Ayol stolga nimani pishirib olib kelsa, oila davrasi shunga o'zgaradi. Shuning uchun unutmang ayollar, bu murojaatim sizga, o'zingizni, turmush o'rtog'ingizni, farzandlaringizni 80% sog'ligi sizni qo'lingizda. Siz oqila, siz olima, siz aqlli ayol bo'lib, buni o'zingiz o'rganib, asta turmush o'rtog'ingizga, asta kerak bo'lsa yot farzandingizga gapiraversangiz, hammasi o'zgaradi. Chunki shu ko'chadan olib kelinayotgan narsa
katta insonlarni o'zini shaxsiy qarori bilan farzandiga beriladi. Shuning uchun nimani qo'ysangiz stolga, nimani pishirib olib kelsangiz, nimani gapirsangiz, oila shu bo'ladi. Shuning uchun oilada ayolli o'rni, ayolli bilimi, ayolli tutumi juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun o'rganinglar qizlar, astoydil bo'linglar. Oqsil mavzusini, nimaga kerak ekan, nimaga bu muhimligini, nimaga o't o'lanlar yeyish kerak ekan, nimaga shu prebiotiklar kerak ekan, nima uchun mana shu kletchatka muhim ekan va sekin hazm bo'ladigan uglevodlar muhim ekan degan mavzularni o'rganaversak, stolimizda chindan ham foydali, to'g'ri, xavfsiz bo'lgan mahsulotlar bo'ladi va oshqozonimizga nimani solsak, biz shu bo'lamiz. Chunki juda ham chiroyli ibora bor. San yeyotganingsan deyiladi. Siz kimsiz? Bugun storiesimga qo'ygan edim. Agar mendan so'rashsa, ya'ni ты то, что ты ешь deb, men aniq tuxum bo'lardim, aniq ko'kat bo'lardim, aniq pomidor bo'lardim dedim. Chunki aniq garmdor bo'lardim. Da. Shuning uchun o'rtoqlar, nimani yesak, ertaga shumiz. Bunga e'tiborli bo'laylik va hammasi, ayniqsa inson sog'lik salomatligi 80% dan oshig'i aynan insonning ratsioniga o'ta bog'liq. Kerak Mahfuzadan velosiped darslarini kutamiz. Menimcha bir haftalik dars bo'ladi bu. Chunki bir kun yetmaydi o'rtoqlar. Har bitta mahsulot alohida dars bo'ladi. Tak, ketdik, davom etamiz. Keyingi mahsulotimiz bu Wellness Pack. Men eng yaxshi ko'rgan mahsulot va eng ko'p iste'mol qilgan inson o'zim bo'lsam kerak O'zbekistonda, chunki men уже bu mahsulotni necha yil bo'ldi? 15 yildan beri iste'mol qilaman shekilli va qo'ydirganim yo'q, buni qoldirganim yo'q. Va hozirgi paytda bu katalog narxi 820 ming so'm bo'lgani bilan biznes hamkorligi 656 ming so'mga keladi va obuna bilan bu 500 ming so'mga yaqin bo'ladi. Ya'ni obuna deganimizda siz 3 marta 656 mingdan olasiz va 4-inchisi sizga tekinga keladi. Shuni hisobiga 492 ming so'm deb yozilib turibdi va bir kunlik xarajatimiz 25 ming so'mga bormaydi. Lekin o'rtoqlar, bu paketik ichida to'g'ri tabletkachasi bor. Arziydi shu pulga ham va berayotgan effektiga ham rostdan arziydi o'rtoqlar. Balkim boshida siz buni просто mingta yurakchaga olishingiz mumkin, lekin aslida obuna bo'lib, постоянно ichib yurganingizga arziydi va albatta yoningizdagi xo'jayiningizga, erkaklaringizga olib beringlar o'rtoqlar. Keyin menga alohida rahmat deysizlar. Garantiya. Chunki yonimizda biz uchun qadrli bo'lgan insonlar albatta biz uchun muhim va hamma oilani sog'lik salomatligi hamma inson uchun o'zi uchun muhim bo'lishi kerak. Shuning uchun do'stlar, mahsulotlarimiz o'zi juda ham kerak va foydali, lekin Ramazonda buni tushuntira oldik va yetkiza oldik degan fikrdamiz sizlarga. Bu zaruriyat. Agar mana shu davrda o'zimizga, sog'ligimizga ziyon qilmasdan foyda bilan to'g'ri chiqishni maqsad qilayotgan, niyat qilayotgan inson bo'lsangiz, bunga to'g'ri kirib keling va mana shu davrni to'g'ri o'tkazing va bu davrda ham o'zingiz quvvatda, energiyada va biznesingiz faolligida o'zingiz faol bo'ling degan mana maqsadni sizlarga yoritib berdik do'stlar. Mana уже 1 soat ham o'tib ketibdi. Shuning uchun inshaalloh hali bunaqa efirlarimiz hali ko'p bo'ladi. O'ylaymizki, agar ozgina bo'lsa ham sizga mahsulotlarimizni yana eslatgan bo'lsak, yana qalblaringizga chiroyli olovchani solgan bo'lsak, biz bundan xursandmiz va biz inshaalloh kelinglar, kelishamiz, tayyormiz. Muborak Ramazon oyiga yaxshi niyatda, go'zal qalbda, yaxshi fikrlarda, yaxshi organizmda, kuch-quvvatda, faolliklarga men buni uddalayman. Allohim mana shu davringdan nimani va'da bergan bo'lsang, hammasini olishga Allohim qodir qilgin degan bir chiroyli niyat bilan kelinglar, birgalikda Ramazon oyiga kirib kelaylik. Biz tayyormiz, sizchi? Tayyor bo'lsangiz yozing. Va mana rejamiz bor. Rejani berdik va xudo xohlasa keyingi efirlarni ham yorqin yulduzlarimizni chiqaramiz. Kutinglar. Har bir efir menimcha bugungiga o'xshab har bitta inson uchun ham hayotiga, ham biznesiga, ham o'zi uchun juda ham foydali bo'lishiga harakat qilamiz. Va главный velosiped bor va biz bir-birimizda bor. Shuning uchun
va bizda juda chiroyli biznes bor o'rtoqlar. Bizani biznes aynan go'zallik va sog'lik bilan bog'liq bo'lganligidan juda ham xursandmiz o'rtoqlar. Chunki biz shu narsa haqida gapiramiz. Odamlarga go'zallik to'g'risida, yana ham go'zal bo'lishini, yana ham sog'lom bo'lishini gapiramiz va bu gaplaringiz mahsulot bilan agar isbotlansa natijalar bilan sizni biznesingiz o'sadi o'rtoqlar. Qanaqa zo'r ish. Chunki Agarda bo'lmasa o'smaydi. chunki bilasizlarmi, aslida psixologiyada shundayki, aynan Ramazon davrida onlayn покупкалар ko'payib ketadi odamlarda. Chunki odamlarda kuch yo'q, quvvat yo'q, ko'chaga borib, bozorlarda xohish yo'q. Hamma hozir yana sotsial tarmoqlarda ko'proq o'tirib, onlayn xaridlarni qiladi va bu xaridlarga taklif berganlar albatta plusda bo'ladi. Va bizning ham taklifimiz, Oriflame taklifi onlayn xaridni taklif qiladi. Tez-tez odamlarga yetkazishimiz mumkin. Yana bir hozirgi gapirgan gapimizdan xulosa, mana shu davrda insonlar o'zini sog'ligiga e'tiborliroq bo'lishni boshlaydi avvalgidan ko'ra. Chunki kuch-quvvat ketganda boshqa kasalliklar chiqib kelishga boshlaydi ko'pchilikda va inson o'ylanib qoladi. Bitta to'xta, men Ramazondan chiqqandan keyin men o'zimni yaxshilab qaratishim kerak degan fikrlar bo'ladi. Va ko'p ayollarda baribir mana shu noto'g'ri parvarish yo mana to'g'ri tushunmasdan Ramazon oyini to'g'ri bilib bilmasdan o'zini mana shu ratsionini qaramasa, albatta bu birinchi navbatda nimaga beradi? Uyqusizlik va ratsion buzilsa, birinchi effekti yuzda bo'ladi. Ayol uchun bu albatta juda katta stress. Ya'ni yuziga qarab, o'zi qiynalib yuribdi, lekin ustiga yana ham yuzi уже shundoq o'zini tashlab yuboradigan bo'lsa, voydod, kim bor, kim meni qutqaradi degan vahimaga, sochlar to'kilishi. vahimaga tushadi. Shuning uchun oldida shunday insonlarning oldida biz bo'laylik. To'g'ri konsultatsiya, to'g'ri maslahatimiz bilan mana shu holat bo'lmasligini tushuntirib bo'lgan taqdirda ham chiroyli mahsulotligini yetkazaylik. Chunki oqsilimiz aynan kollagenimizga ta'sir qiladi. Ya'ni terimiz elastikligi, tarangligi, tez ajin tushmasligimizga ham eng kuchli zo'r ozuqadan hisoblanadi. Shuning uchun xullas, yana mahsulotlarga hozir o'tib ketishim mumkin. Do'stlar, kim bugungi efirni foydali deb bilgan bo'lsa, ogonyoklaringizni qo'yib qo'yinglar. Chiroyli niyatda kelinglar, maqsadimizga muvofiq ikkinchi katalogimizni yakunlaylik va yangi haftadan yana bitta chiroyli efirlarni o'tkazib, keyin sizlarga Ramazon suhbatlari chiroyli tuhfamizni butun jamoamiz bilan bo'lishga tayyor bo'lamiz. Shuning uchun hammalaringizga bugungi vaqtlaringiz uchun kattakon rahmat. Katalogni yopmaganlar chiroyli yopinglar va mahsulotlarni hozir olmagan bo'lsalaringiz, mana chiroyli eslatma qildik. Kim olmagan bo'lsa, o'zi uchun, ota-onasi uchun, farzandlari uchun borligini ta'minlanglar va guruhlaringizga ham mana shu yaxshilikni ulashinglar. Musulmonchilik inson yaxshiligidan va shu yaxshilikni ulashishidan boshlanadi. Shuning uchun hammalaringizga rahmat. Bugungi go'zal efirimizga keyingi efirlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' salomat bo'laylik. Muborak kunlarda yana salomlash nasib etsin. Hammaga xayr. Efirni zapasini beramiz. Sog' bo'linglar. Tak.